Assalomu alaykum YouTube'imiz kuzatuvchilari. Ubay firmamizga tegishli mana shunday 185 li picholkalarimizni bugun obzorimizda ko'rib chiqamiz. Buni skidka narxda olaman desanglar, pastdagi nomlarga murojaat qilinglar. Bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p o'rtoqlar, videomizni boshlaydigan bo'lsak, Ubay firmamizga tegishli bo'ladi. Mana shu diametri, tosh tushish diametri 185 mm bo'ladi o'rtoqlar. Va oldiga shuni qarab turadigan bo'lsak, mana bu yerda lazerlari bor. Shuni yoqsalaring. Mana bu yerda lazer ko'rsatib turadi, tochni. Xo'p, o'rtoqlar, bu narsa ham juda ham qulaylik tarafi bor. Va bu juda ham puxta ishlangan. Mana bu yerlari ham temirdan yaxshi puxta ishlangan. Shuni orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, motori ham juda katta bo'ladi, yaxshi, zo'r, sadmotkali bo'ladi. 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Va buni belgilarini bitta ko'rib o'tsizlar, mana 1350 vatt bo'ladi, 4800 оборот bo'ladi o'rtoqlar. 220 ga bemalol ishlayveradi. 50 Hz dan 60 Hz gacha bemalol ovozi chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, diametri 185 mm bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Modelni ham qarayda mana 1851 bo'ladi. Ko'ryapsizlar akalar, juda ham puxta ishlangan, original narsa bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, narxini bilish uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 12 viloyatga dostavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yishingizni so'raman o'rtoqlar.